Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Tünögün bir qısqacha uqtirish chiqargan edik. Bugun kechda BDT'dagi faoliyatlar haqida bir qısqacha mulohaza boramiz deb. Deganimiz bo'yicha bugun shu temada qisqacha ko'pchilik bilan fikr almashtiramiz va ba'zi uchurlarni ko'pchilikka yetkazamiz. Gerçi odamda bir xil məyusleniş, ümitsizleniş duygusu bo'lsa-mu, ammo maymunlarning o'yinini ko'ravergan sari odamning ba'zida og'iz qaynab qoldi ekan, ham ba'zi nihoyat ochiq isbotlar o'tirg'a qo'yilganda bu maymunlar o'yinidan keyin to'g'ri bo'lmayotganligi to'g'risida. Buni vatandoshlarim bilan o'rtoqlashgim keladi ekan. Shu maqsadda bugun şu BDT'da elib berilayotgan faoliyatlar va uning ahamiyati qanday bo'lyotidi degan temada ko'pchilik bilan fikr almashtiramiz. Bu temani o'tirg'a olib chiqishimdagi asosli sabab bir parcha maqola bo'ldi. Buning sabab bo'ldi. Bu qaysi maqola deganda yaqinda Germaniyaningki Süd Deutsche Zeitung, yani Janubiy Germaniya gazeti degan bir gazetda BDT'ninki osonliq millatlarning haq-huquqlarini tekshirishga mas'ul xodimi bo'lgan bu odamning ismi Fernand de Varennes. Mush adam bilan bo'lgan bir suhbat e'lon qilindi. Endi bu suhbatni men o'qib chiqqandan keyin bir cho'chidim. Gerçi biz uzundan bilib qolayotgan bo'lsak-mu, ya'ni BDT'da bo'layotgan ishlarni, ammo BDT'dagi bir oliy komissarniki og'zidan chiqqan ba'zi gaplarni anglab cho'chidim. Shunga bizning vatandoshlar hammasi bundan xabar topdimi yo'q? Uni bilmayman. Menimcha eng az yerimi xabarsiz. Shunga bu haqda mushu intervyu, mushu suhbat mazmuni va BDT'dagi faoliyatlarning Uyg'urga munosabatli faoliyatlarning unumi qanday bo'lyotidi degan temada bugun bir uchuv bermoqchi ko'pchilikka ham bu haqda fikr almashtirishni xohlaydiganlar bo'lsa fikr almashtirsak bo'ladi. Mayli xat yozing, mayli telefon qiling. Oldi bilan deganimdek mushu Süd Deutsche Zeitungga yozilgan mushu intervyu suhbatniki mazmunini bir ko'rib chiqamiz qarindoshlar. Ondan keyin bir tushuncha beraman. Bu Süd Deutsche Zeitungda bu suhbat mushu oyninki 17-kuni e'lon qilingan. Yani mushu ayning 17-kuni mushu odam bilan bo'lgan suhbat e'lon qilingan. Bu odam kim deganda bu Kanadalik yurist, yani qonunshunos yoki advokat Fernand de Varennes degan odam. Bu odam 2017-yildan tortib Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki osonliq millat haq-huquqlariga mas'ul bosh tekshiruvchi, ya'ni dunyoning har qanday yerida osonliq millatlarning haq-huquqlari dafsanda qilinadigan ishlar bo'lsa, uni tekshirib doktor sunishga mas'ul bo'lgan xodim mushka, ya'ni bosh komissar deb qo'yamiz buni yoki bosh tekshiruvchi. Bu odamning ismi Fernand de Varennes. Yani 2017'den boshlab mush xizmatni qilib kelayotgan odam ekan bu. Bu suhbatninki temasi madaniyat qirg'inchiligi haqida ayblashlar bo'lgan. Yani mush temada suhbat edib berilgan bu odam bilan. Bu suhbatninki tafsilotiga o'tsak, bosh temaning ostiga qo'yilgan tema nima deganda maqolaniki asli
mazmuniga hurmat qilish uchun men bu asli mazmunini o'qib o'taman, andan keyin tarjimasini anlataman. Baş temaning qo'shimcha temasi nima deganda, u ein Sonderbericht erstattet die Varennes erklärt, warum eine Untersuchung so schwierig ist, dedi. Yani kichik tema nima deganda, BDT'ning alohida tekshiruvchisi ahvol aniqlashning nima uchun shu qadar mushkul ekanligi haqida to'xtaldi, dedi. Andan keyin bu muxbirning ismi Frederik Obermeier ki, u mundaq deb savol boshlagan. Herr der Varennes, zusammen mit anderen UN-Sonderbericht erstattern, haben Sie zuletzt mehrere Briefe an die chinesische Regierung geschickt. Es ging um den Umgang mit der Minderheit der Uiguren. Wie würden Sie beschreiben, was sich in der Region XJ abspielt? Yani Tunisuanın mazmuni, Varennes efendim. Siz yaqında BDT'ning boshqa tekshirish xodimlari bilan birlikda Xitoy hukumatiga bir qancha parcha xat yozibsiz. Bu xatlar Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ekan. Siz Uyg'ur avtonom rayonida yuz berayotgan ahvollarga qanday qaraysiz? deb savol boshlagan. Onunğa birisi telefon xatamda. Ma hozircha telefon qilmay tursanglar qarindoshlar, chunki programni yangi boshladim. Ma bu intervyuniki, ya'ni suhbatniki mazmuni so'zlanib bo'lgandan keyin agar programma qatnashadiganlar bo'lsa, telefon qilsanglar bo'ldi. Ma qarindoshimiz qayta telefon qilyotdi. Baqayli. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Yaxshi, o'zingiz? Men Abdulhamid kendisini nimada pulvada doktorman. Olaydan mening pulim bor davlatda. Ha. Shu pulning to'g'risida bu bo'lmay budjet ham yo'q qoldi. To'xtab tursangiz, xafa bo'lmasangiz, men programma qilayotgandim hozir. Bu ishni keyinroq deysak, men programma tugandan men sizga telefon qilay bo'lamda? Mayli. Bo'ldi, xo'sh, Allohga emanet. Kechirsizlar, men boshqa bir telefon kelib qoldi. Tunji savol, Uyg'urchasini qayta deb o'tsam, Varennes efendim, siz yaqında BDT'ning boshqa tekshirish xodimlari bilan birlikda Xitoy hukumatiga bir qancha parcha xat yozibsiz. Bu xatlar Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ekan. Siz Uyg'ur avtonom rayonida yuz berayotgan ahvollarga qanday qaraysiz deganda, Fernand efendim mundaq deb javob bergan. Fernand de Varennes, lassen Sie es mich allgemein ausdrücken. Ich selbst und andere Kollegen haben unsere ernsthafte Besorgnis über Verhaftungen und das gewaltsame Verschwinden von Uiguren angesprochen. Wir äußerten auch ernsthafte Besorgnis über das Todesurteil gegen Taşpolat Tayyip, den ehemaligen Präsidenten der Universität XJ. Yani bu adamın bergen cevabı, bu tunji savolga bergen cevabı, men ve xizmatdoshlarim Uyg'urlarning qonunsuz qo'lga elinishi va majburiy g'oyib qilib etilishi degandek ahvollarga jiddiy ko'ngil bo'layotganligimizni ifodaladik. Biz yana Uyg'ur universitetining sobiq prezidenti Taşpolat Tayyipning ölüm cezasına hüküm kılınganlığa bo'lgan ciddi endişimizni ifodaladik degan. Wurde von chinesischen Sicherheitskräften verhaftet, als nach Deutschland reisen wollte, ein Forschungszentrum zu eröffnen.
İgilişimizce o Germaniyadaki bir tədqiqat mərkəzinin içiliş murasimine qatnashish uchun ketayotganda Xitoy bexatarlik xodimlari tarafidan qo'lga ilingan ekan. Kurs darauf wurde wegen Separatismus zum Tode verurteilt. Das Urteil scheint sich auf die Tatsache bezogen zu haben, dass Uygure ist. O uzun ötmeyle bölgünçülük kıldı degan namda ölümge hüküm kılıngan. Bunundaki asaslı sebep fakatla onun Uygur bolganlığıdan işken deyilgen. Eine EU-Delegation hat in einem internen Bericht die Apartheid in Exche kritisiert. Experten sprechen von einem kulturellen Genozid. Sehen Sie das auch so? Yani muhbir yanımda bir soru sorgan. Avrupa vekilleri bir işki doklatida Uygur rayonunda irqi ayrımcılık yürgüzülmekte dep ayıplagan. Hem de u yerda madaniyat qirg'inchiligi bo'lyapti deb tasvirlagan. Siz bunga qo'shilamsiz? Deganda bu efendim, ich bin nicht in der Position, meine Meinung dazu äußern degan. Ya'ni mening bu vaqtda bir nima deyishim to'g'ri bo'lmaydi deb javob bergan. Bu vaqtda bu muxbir biroz hayron bo'lgan ve sorgan. Warum sind Sie nicht in der Position zu sagen, was Sie von der Situation der Uiguren halten? Sie sind immerhin der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Minderheitenfragen. Und in Exche versucht die chinesische Regierung, eine Minderheit zu assimilieren. Muslimische Bräuche wurden verboten. Moscheen und Friedhöfe zerstört. Yani hayran bağında soraptı ki, siz demiş ki bundaq deysiz, siz BDT'nin asallık milletler işlerine mesul baş tekşürgüçsü boluş süptiniz bilen bu vaqtda söz hukukunuz boluş gerek ko. Xitay hükümeti Uygurlarga qarta assimilasiya siyasi yürgüzüp oturdu. Musulman kiyiniş çeklendi. Mescid ve şehit zarlıkla buzgunçuluk uçurmakta. Degende bu efendim, bu baş komiser efendim mandak diyen. Ich bin noch nicht gebeten worden, diese Situationen zu untersuchen. Als Sonderberichterstatter darf ich nur auf Vorwürfe eingehen, die mir vorgelegt wurden und die Teil meines Mandats sind. Yani çünkü hazırgacha hiç kim deydi. Hazırgacha hiç kim menden bu vaqtda tekshirish elib berishni talab qilgani yo'q. BDT'nin asallık milletler işlerine mesul baş tekshirish xodimi bo'lish suhbatim bilan menga har qanday bir temada tekshirish elib berish haqida iltimos kelgandila ondan tekshirish elib bora olayman. Bu mening xizmat mas'uliyatim deb javob bergan. Yani demakchi ki bu odam hozirgacha hech qanday bir inson hech kim yani yoki bir organ yoki bir shaxs bu vaqtda meni tekshirish elib berishimni talab qilgani yo'q. Ben faqatla shundoq talab kelgandilar, ondan keyin o'z xizmatimni olib bora olayman deb javob bergan. Im Falle der Uiguren kann man auf Satellitenbildern massiv Gefangenenlager sehen. Uiguren dürfen ihre Kinder nicht mehr Fatima oder Hussein nennen. Sie werden eingesperrt, wenn sie Schleier tragen oder regelmäßig in den Moscheen beten. Ist dies Ihre Meinung nach einer angemessenen Umgang mit einer Minderheit? Yani muhbir yani sorgan bunun ulapla. Uygurlar solangan kem kölemlik lagerlarını Sünni hemradın körülüş kesemez. Uygurlar hazır balalarga Fatime, Hüseyin degende Uygurça isimlerini mi koyalmaydı? Yağlık çekse yoki michit qilsa qo'lga ilinadi. Sizce asallık milletlerge bundaq muamele qilish to'g'rimi? Degende
bu başkomisar mundaq cevap verdi. Ich bin mir der Vorwürfe des kulturellen Völkermords bewusst. Aber bis jetzt bin ich nicht gebeten worden, diese Aspekte zu untersuchen. Es wäre daher unangebracht, mich dazu äußern. Evet. Yani mening madaniyat qirg'inchiligi haqidagi ayblashlardan xabarim bor deydi bu odam. Ya'ni men bilmayman bu ishni deydi. Ammo hozirgacha hech kim mendan bu haqda tekshirish elib berishni talab qilgani yo'q. Shunga bu haqda bir nima desam to'g'ri bo'lmaydi deb javob bergan. Undan keyin muxbir ulablar, was müsste geschehen, damit Sie sich die Lage der Uiguren genauer anschauen? Yani siz qandaq ahvolda bu haqda tekshirish elib bora olasiz deb so'raganda, wenn sich eine Person deydi, wenn sich eine Person oder Organisation an mich wenden würde, wäre ich in der Lage, die Situation zu prüfen und zu gegebener Zeit darüber zu berichten deydi. Yani eğer birer şəxs deydi, bu yerda birer şəxs bo'lsa-mu bo'ladiki, yoki bir tashkilot deydi. Men bilan aloqalashib, bu haqda tekshirish elib berishni talab qilsa, ondan bu ishga tutish qila olaman. Men bu haqda doklad yoza olaman deb javob bergan. Undan keyin bu muxbir ulablar bisher ist weder eine Person noch eine Organisation an sie herangetreten. Yani hozirgacha hech kim yoki hech qanday bir tashkilot siz bilan bu vaqtda aloqa qilmadimi? Yani muxbir bu yerda to'liq javob berish uchun buningga hozirgacha hech qanday bir shaxs yoki hech qanday bir tashkilot siz bilan bu vaqtda aloqa qilib, mushtaq bir tekshirish elib berishni talab qilmadimi deganda meines Wissens nicht. Sobald ich angefordert werde, kann ich selbst dann tätig werden, wenn eine Regierung die relevanten Menschenrechtsverträge nicht ratifiziert hat. Yani yo'q, hech kim aloqa qilmadi yoki talab qilmadi. Agar mendan bu talab qilinsa, munosabatli davlatlar inson huquqlari ehtinomisiga imzo atmagan holatdami tekshirish elib bora olaman deb javob bergan. Ondan keyin muxbir savolni davom qilgan. China wird Ihnen wohl eher nicht erlauben, nach Exche zu reisen. Eine ähnliche Bitte der UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet wird seit 2018 ignoriert. Yani bu yerda muxbir deydi ki, Xitoy davlati sizning Uyg'ur rayoniga berishingizni cheklaydi. BDT İnsan Hakları Komitetining Oliy komissari Michelle Bachelet xonimning 2018-yildan buyon bu haqda o'tirib qo'yilgan talablarimi rad qilinib kelyotidi. Ya'ni BDT İnsan Hakları Komitetining Oliy komissari Michelle xonim 2018-yilda buni talab qilib kelyotgan. Ya'ni bizning vatanga berib bu haqda tekshirish elib berishni talab qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati buni izchil rad qilib kelyotidi degan. Selbst wenn ich nicht physisch dorthin gehen kann, hätte ich das Mandat, Informationen zu prüfen, die sich mit den Anschuldigungen befassen. Yani meni u yerga bog'liq qo'ymagan holatdami, mening yanada munosabatli ahvollarni tekshirib, doklad qilish ahvolim bo'ladi albatta, ehtimolim bo'ladi albatta. Yani meni bog'liq qo'ymishman, men yana munosabatli materiallarni to'plab doklad yo'llay olayman deb javob bergan bu odam. Was die Uiguren betrifft, so ist die internationale Gemeinschaft gespalten. Etliche Länder kritisieren China scharf, andere wiederum stellen sich demonstrativ auf die Seite Pekings. Was kann ein einzelner UN
Sonderbericht erstattet in so einer Situation überhaupt bewirken? Yani Uyghur meselesinde halkara cemiyet ikkiga bölündü. Az bo'lmagan davlatlar Xitoyni qattiq ayblagan bo'lsa-mu, yana az bo'lmagan davlatlar Xitoy tarafda turib kelmoqda. Siz BDT'ning bosh tekshiruvchisi bo'lish sifatingiz bilan bu vaqtda nimalarni qila olasiz? deb so'radi. Es ist wichtig, dass die öffentliche Diskussion weitergeht. Als Sonderberichterstatter kann ich mich an die Generalversammlung der Vereinten Nationen und den Menschenrechtsrat wenden dedi. Yani bu haqda ommaviy munozaralarning davom qilishi nihoyatda muhim. Alohida tekshirish xodimi bo'lish sifati bilan BDT umumiy yig'ini va inson haqlari komiteti bilan bevosita aloqa qila olaman. Ya'ni men shundoq bevosita aloqa qilib ularga do'xlat sunish sharoitim bor deb turdim. Ondan keyin savol, ya'ni bu odam inson haqlari komitetini tilga olgandan keyin bu muxbir sal hayron bo'lgan. Ya'ni bundoq so'ragan. Den Menschenrechtsrat zu den derzeitigen Mitgliedern gehören Burkina Faso, Eritrea, Kamerun, Somalia, Bahrain, die Philippinen, Angola, Nigeria, Katar, Pakistan, der Sudan und Venezuela. Alles Unterstützer von China in der Uigurenfrage. Ein weiteres Mitglied ist Deutschland. Und die Bundesregierung ist auffällig wortkarg bei dem Thema. Yani BDT İnsan Hakları Komiteti dediniz mi? Bu komitete hazır Somaliya, Angola, Pakistan okşaş Uyghur meselesinde Xitayni izchil qo'llaydigan davlatlar bor. Ulardan başqa Uyghur meselesinde sukutni tanlab olgan Germaniya mı bor? degan bu muxbir. Ondan keyin so'rg'ini bu muxbir bayram bo'lib bu gapni qilgandan keyin bu odam bu boshqa misol mundaq javob bergan. Ich bin in der Lage vorzutragen, ob die Generalversammlungen oder Menschenrechtsrat in Angelegenheit aufgreifen würde, ist natürlich eine andere Frage. Yani demek ki onu adam ben hiç olmasa ahvalını oturup koyalayman, yani doktorasını alayman. BDT umumiy yig'ini yoki inson haqlari komitetining bunga qanday muomala bo'lishi, yana qanday bir qaror chiqarishi bu boshqa bir gap deb javob bergan. Ondan keyingi savol: Haben Sie schon einmal etwas Vergleichbares wie in XG gesehen? Yani siz hayotda Uyg'urlarning beshiga kelayotgandek ahvolni ko'rib boqqanmi? Yani bu muxbir Uyg'urning ahvolini yaxshi biladi ekan, yani mushundaq ig'ir ahvolni ko'rib boqqanmi deganda bu odam das Ausmaß dessen, was China vorgeworfen wird, ist gelinde gesagt ziemlich ungewöhnlich. Yani yo'q, Xitoy davlati ayblanayotgan bundaq ahvol normal bir hodisa emas deb bir diplomatik bir so'z bilan javob bergan. Ondan keyin bu muxbir yana o'ylab turib savol so'raganda bu odam bir diplomatik ohangda javob bergandan keyin ungewöhnlich, bei allem Respekt, aber das klingt schon sehr diplomatisch, wenn man bedenkt, dass Hunderttausende Uiguren inhaftiert sind und Millionen ihren Glauben nicht praktizieren dürfen. Normal hadise emas dediniz mi? Hürmetim bilan shundaq deyishim kerakki, sizning net 100 ming Uyg'urning turmalarga solinishi, shundaqla millionlagan Uyg'urlarning dindan cheklanishini normal bo'lmagan bir hodisa deb tasvirlashingiz menga diplomatik iboralardekla anglayotidi degan bu muxbir. Bununla qo'shimcha qilib, bu bosh komissar mundaq deb javob bergan. Lassen Sie es mich so sagen. Ich kenne keine andere Minderheit, die irgendwo auf dieser Welt so zur Zielscheibe wurde wie die Uiguren. Yani ben qo'shimcha qilib shundaq deyalaymanki, men dunyoda hech qanday bir millatning Uyg'urlar uchrayotgandek zulmga uchraganligini ko'rib boqmadim
deb javob bergan. Ya'ni qarindoshlar, men ehtiyoj tufayli bu nimani so'zma-so'z o'qib tarjima qildim. Buningdagi maqsad boya degandek birsi nima shu asli maqolaniki mazmuniga hurmat qilish. Ya'ni ba'zilar o'ylashi mumkin bu xato tarjima qildi deb. Shunga bu nemisini yaxshi bilganlar ko'rsin dedim. Buningda hamda bir muhim masala nima deganda, bu intervyuda biz bilib olishga tegishli muhim masala degan nima deganda, uzundan buyon xalqimiz biz boshqa bir yo'l bo'lmag'achqa, masalan shu vatanni ozod qilishda, mustaqilligimizga erishishda qo'limizda qurol yo'q, boshqa jihatdagi iqtisodiy kuchimiz yo'q, hech qanday boshqa bir sharoitimiz bo'lmag'achqa, dunyoga dard to'kish, dardimizni butun dunyoga anglatish bilan shug'ullanib kelyapmiz asosan. Bu anglatish har xil bo'layotdi. Ba'zilari Xitoy bilan birga yashaymiz, bizni qo'yib qo'ysizlar, bizni odamlarimizni lagerdan qo'yib qo'ysizlar, bizning qonimizni siqmisizlar desa, yana ba'zilar biz Xitoyning dardidan to'ydik, jondanmi to'ydik, o'lsakmi, hayot qolsakmi Xitoy bilan birga yashamaymiz degan shaklda anlatib kelyapti. Bu ikki xil anglatish usuli endi. Hozir men BDTga qatarayotganlar kim deganda, aniqi maymunlar. Xitoy nachar millat emas. Hozir bu Uyg'ur zulm silayotgan Xitoy hukumati. Biz Xitoydan ayrilmaymiz, Xitoy bilan yashaymiz. Bizga inson haqlari kerak, bizga avtonomiya kerak. Bizga faqatla insondek yashash fursati bersizlar, biz Xitoy bilan doim birga yashayveramiz deydiganlar shu BDTni aşağı qatarab yurganlar. Xo'sh, sen qatara inson haqlari da'vosi albatta kerak dedik biz. Bu gap ko'p deyildi. Ammo 10 yildan oshdi. Ash tushga kirayotgansan. U tushdan nima ish qilyapsa, kimning po'diga o'syapsa, kimlarga dadam to'kyapsa, patpatla bir rasmlarini ko'rib qolamiz. O palani birminiki muavini, palani birimining sekretari bilan rasmga tushdi deb o kostyum burilgan galastiklar bilan tushgan rasmlarini ko'ramiz. Ammo ushtudigan yerni topa oldingmi, kirdigan tushgan topa oldingmi? Madem bilan tushgan rasmini hech ko'rmadi biz. Bu adam naq bizning ishimizga mas'ul odam ekan u. Demişki bunu ki Rusmaysa berib, yoki shu BDTga kiriblamda chiqqaningni ko'z tushishlar, xalqimizni aldash uchunlar, shu rasmga tushish uchun ishlayapsa, sen hozir holatingda mumkin emas. BDTning bosh kotibi bilan ko'rishamaysa, hozirgacha Uyg'urning lideridan faqatla Robiya xonim ayni vaqtda BDTning aşı zamanda vazife o'tayotgan bosh kotib bilan ko'rishgan va dardini to'kkan. Sening asla mumkin emas uni ko'rishing, tirishyapsan shunga. Ammo kim bilan ko'rishishni bilmaydi ekansan yani. Sungan doktorlaring yuzlab, minglab sungan doktorlaring nima ketdi? Mana bizning ishimizga mas'ul, bevosita mas'ul odamning qo'lini ish tegmidi bir haqiqatim bu adam yaşayotgan Germaniyaniki gazetiga nemischa intervyu beribdi. Tilim yo'q qo'siniki bilimi. İngilizcem mening 6 yoshli balamnikidan nachar, nemischam shundoq. Ammo artistlik kelganda birinchi darajalik artistsan. Hech bo'lmasa Muşu xabarni ko'rgandan keyin kimni izlashni bil. Ya'ni ma adam nihoyatda aniq debdi. Bir shaxs va yoki bir tashkilot mana kelib, bu Uyg'urlar haqida sen bosh tekshiruvchi bo'lgandan keyin bir tekshirish olib berib, BDTga doklad yo'lla desa, men darhol xizmatimni boshlayman debdi. Ammo hozirgacha hech kim hiç bir teşkilat aldığımda kelgeni yok debdi. Erkek olsam bu yalan gap atılıyor deb chiq.
Hongkonglığın aşkarlandı mı? Yağanç kızıl gözlüğün aşkarlandı mı? Bu hamkavga, bu vankatip degan hamkavga bir yaramas, haramzada. Ya tili yok, ya vicdanı yok, ya imanı yok. Şunda bir haramzada endi. Onundan başka ma tili var mesela. Amerika'da, Avustralya'da, Türkiye'de ve başka yerlerde faaliyet qilayotgan tilivalar bağ hele. Nereye kirip kimni izlashni biladigan ozroq kallasi bor, ahli shu joyida. İnsanlarımız bağı, özünü palağını yanındaki alimi, pustani teşkilatının başlığı, alayda talantlık insan kaldır sözleydi Allah. Demek ki hazırgıç hiçbir izlenip bakmaptı da BDT'ye kirgen bir yıl vankatip emas. BDT'nin aldığı görüp beni kirgizmedi deyip jığlap. Manga insan haklar gerek emas, bundaki müstakillik davas kılıma. Dep yürgü sözlegenler. Her gündegidek ekranı içilip halkımızga vatanniki içiniş ahvalını bevosita anlatayotgan atalmış alimlar ve başka şu siyasi teşkilatlarning rahbari bo'layotgan porni inglizcha var. Nima qilyapti bu faoliyatchilar nima ish qilyapti? Nima ish qilmana ama bevosita bizning ishimizni qilgan odam bilan bir Uyg'ur ko'rishmadi hozirgacha. BDT'de neymiş bu atıda? BDT'de bu atkan işlenmiş yok yandaşlarım. BDT'de hiç iş boğunu yok. Yani bizden işimizde kömür bölüp, tekjürüş etbeş teyye turgan adam hiç kim bana bunda bir iltimas sunmadı da bu işten başlamaptı hatta. O dedi ki ben BDT'nin umumi jığılışıga, evet insan hakları komitetlerine doklat suna alayma, tekşürüş edip bağandan keyin depti. Senin uşak tüşek birimilerine götürüp teşviqat varak, istakat kanalında bu adamın işençlik bir doklat yolluğunu buniki ünümleşlik buldu, bunu dimsemi bilse kaçam? Ondaqda neymiş kılmadan bu işini? Çünkü sen sahta. Sen maymun, 5 yıllık maymun. Kızıksanlar ben işleyen 5 yıllık maymun degan programını görüp bakınlar bu maymunun qanday maymunluğunu ve onunla ayışıp onun depinçe atkan maymunlarının qanday maymunluğunu abdan bilip alsınlar. Ben bu intervyuni okugandan g'azabim o'rildi. Millet qirilib ketyapti, nimandaq yaramas insonlar biz. Neymiş aramızdan muşundaq adam bilen görüştüğün bir insan çıkmaydı. Hareket qilayotgan teşkilat, yeni kurulgan teşkilat, NID'den yeniden pul avatgan teşkilat, Uyg'urni qutqizma deb dunyoni aylanayotgan acayip talantlı insanlar nima qilyapti bular? Bilib qolinglar qarindoshlarım, BDT'dagi ahvol shu. Onundan başka mı BDT'ninki ahvalını biz izchil tahlil qilib kelyapmiz. BDT'da bir ish oqmaydiganligi, ya'ni bir qarorning chiqishning mumkin emasligini biz uzundan darkayapmiz. Chunki amaliyotlar isbotladi buni. Bu haqda ilgirki programlarda jiq to'xtalgan to'q. Bugun yana bir narsani ko'rib o'tamiz qarindoshlar. Eğer dikkat kısanglar New York Times yani New York devri gazeti bu dünyadaki şu siyasi yönelişlerini belgeleydiğin asaslı gazetlerden birisi. Hem analizlerine ait güçlük hem hatta gelecekte mi göreleydiğin makalla elan kılındı bu gazete. Bu gazete Uygurlar hakkında nurgun uçurlarını temin edildi dünyaya. Bu gazete şu yakında bir makal elan kılıngan. Onu bir körüp çıkaylı aldı bilen. Bu hafta bu gazete elan kılıngan haberde şu BDT'de Uygurlarning işi aqamdı, aqmamdı degenge cevap bergan. Yani bu makala degende New York Times
China wants the world to stay silent on Muslim camps. It's succeeding dedi. Temsi Xitay dünyani Uyghur meselesi de, bu Müslüm meselesi depti, o Müslüm camp depti. Uyg'urlarniki şu kamplar so'nishi masalasida sukutda turishini talab qildi va bu yerda futuq qazonyapti degan temiki. Bu maqolning mavzusi shu. Endi boya o'qigan nimada bu Germaniyaning gazetida e'lon qilgan suhbatda bir narsa deyilgan. Yani baş komiser efendi nima deganda men agar boramsanmi men yana nima qila olayman, ya'ni tekshirish olib bora olayman deganda muxbir bir ishni o'tirib qo'ygan. Ya'ni siz bu ishga chiqsangizmi Xitoy baribir sizni Uyg'ur rayoniga kirgizmaydi deb bir misolni tilga olgan. Ya'ni BDT İnsan Hakları Komitetining oliy komissari Michel xonim bizning vatanga bir o'mak tashkillab berib tekshirish olib berishni talab qilgan inson haqlari komitetida, ammo mag'lub bo'lgan. Xitoy buni rad qilgan. Qanday rad qilgan? Buning javobini shu maqoladan topa olamiz qarindoshlar. Ya'ni bu maqola boshlanib beshida oldi bilan Tayyip Erdo'g'onning Xitoyga kelib Xitoy bilan eg'iz burun yalashgandan keyin Uyg'ur masalasini tilga olmaganligi, Uyg'ur masalasida sukut qilganligini so'zlab kelib, boshqa davlatlarningmi hatto xalqaro dunyo islom birliginikimi sukut turganligi va boshqa nurg'un g'arb davlatlarningmi iqtisodiy manfaatni ko'zlab Xitoyniki Uyg'urlarni kamplarga solib olib qattiq ezishi va yo'q qilishi jihatdagi ishlarga sukutda turayotganligini so'zlab kelib, oxiridaroq bir yerda mundaq bir yer bor. Bizga munosabatli yerni bir o'qib o'taylik. Undan keyin boya men deb o'tdim, boya odam intervyu berganda muxbir siz buni qilamiz desang, qilaman desangizmi Xitoy sizni kirgizmaydi. Nimaga? Uyg'ur rayoniga. Undaq qanday qilasiz deganda, masalan, Michel xonimniki bu vaqtda shu talab qilibmi kiramaganligini tilga olgan. Bu maqolda New York Times'ning bu maqolasida bu ish tilga olindi. Ya'ni qanday qilib Michel xonim bu ishdan g'alaba qozonamadi, ya'ni vatanga o'mak tashkillab boramadi deganga javob bergan. Buningda ya'ni Jenevada ochilgan inson haqlari yig'iniga the China prepared qattiq tayyorlab qolgan about 60 Chinese diplomats flew to Switzerland from Beijing, a delegation headed by the influential Vice Foreign Minister Lei Yucheng dedi. İnsan haqlari yig'iniga, Jenevadagi inson haqlari yig'iniga Xitoydan 60 diplomat kelgan. Va buningga ta'siri kuchli bo'lgan Xitoyniki muavin tashqi ishlar ministri Lei Yucheng yetakchilik qilib kelgan deydi. He was backed by 40 more members of Chinese government organizations. Such a large entourage of non-diplomats was almost unheard of at the council, according to diplomats. They acted as cheerleaders, clapping at the key moments dedi. Yani bu 60 diplomattan başka her xil organlardan, yani Xitoyning her xil organlardan 40 adam qatnashganda, hammasi bo'lib 100 Xitoy qatnashgan yani. Jenevadagi yig'inga ham bu odamlarning bir davlatdan kelgan odamning bu qadar ko'p bo'lishi tarixda ko'rilib boqmagan deydi. Bular qanday rol o'ynagan deganda, ular dubbaqchilish rolini o'ynagan, u yerda muhim masalalarda hammasi guldiras olqish qilib, chavoq chelib Xitoylarga hamdamda bo'lgan deydi. Ya'ni Xitoyning ovozini kuchlantirgan deydi. One goal of the performance was to limit backing for an inspection of XJ by Michelle Bachelet, the United Nations Human Rights Chief dedi. Buningdagi maqsadlarning birisi, ya'ni mushu yig'inda
qaror ilinmoqchi bo'lgan Mishel xonimniki Uyg'ur rayoniga o'mak tashkillab tekshirishga berish masalasini cheklash deydi. Ya'ni mushunchalarcha adamni akilib chavoq chaldirib kayfiyat yasash orqali Mishel xonim mushu yig'inda talab qilmoqchiga, ya'ni bu yig'inda tasdiqlansa bizning vatanga o'mak tashkillab tekshirish olib bormoqchiga. Mushuni to'sish uchun mushunlarcha adamni akagan deydi. At the end, China's presentation, more than 120 countries gave a positive review of its human rights record. Fewer than 3 countries expressed real concern. Mrs. Bachelet has not visited XG. Yani bu yılın ahırda Xitay to'xtab bergandan keyin 120 dan ortiq davlat Xitoyniki inson haqlari ahvolini maqtagan. Ya'ni 30 dan oz bo'lgan davlat Uyg'urlarning ahvoli haqida haqiqiy ko'ngil Uyg'urlarning hozirgi ichinish ahvoliga haqiqiy ko'ngil bo'lganligini isbotlagan. Ya'ni 120 da 30. Shuning bilan Bachelet, ya'ni Mishel xonimningki bizning vatanga berish plani amalga oshmay qolgan, ya'ni tasdiqlanmagan deydi. Undan keyin ularlar degan bir narsa at the United Nations in New York dedi. New York'taki BDT'nin binasida China has a seriously worked many angles. Xitoy yana nurg'un o'yinlarni o'ynagan. At one Security Council meeting last year dedi. O'tgan yilda shu BDT xavfsizlik kengashiniki bir yig'inida that was set to discuss human rights violations in Syria. China intervened dedi. Shu BDT'niki xavfsizlik kengashida Suriyaning ahvoli munozara qilinmoqchi. Ammo Xitoy buni to'sgan dedi. It was concerned that the discussion would veer into one on exchange. Nimishqa deganda Xitoy Suriyaning masalasi bu yerda muzokara qilinsa, tabiiy holda Uyg'urlarningki bizning vatandagi ahvoli tilga ilinib qilishi mumkin deb qo'rqqanligi uchun bu Suriya masalasining muzokara qilinishini to'sibdi Xitoy. The United Nations High Commissioner of Human Rights at the time, Zaid Ra'ad al-Hussein, traveled to New York to address the session later. BDT inson haqlariniki bosh komissari, o'sha vaqtdagi bosh komissari Zaid Hussein degan adam mushu yig'inda doklad berish uchun New Yorkka kelibdi. Suddenly, as the diplomats were about to convene, Ivory Coast withdrew support for the discussion on Syria. Since there was no longer a quorum for the session, it was cancelled. Ama bu yig'in ichilib shu Suriyaniki masalasi muzokara qilinish oldida tuyuqsizlar deydi u. Ivory Coast Cote d'Ivoire degan bir davlatningki rahbari bu yerdagi vakili shu Suriya masalasini muzokara qilish to'g'risidagi ovozini yondirib olgan deydi. Ya'ni voz kechgan. Bu shu bir davlatningki shu ovozning voz kechishi bilan ko'p sonliqning qo'llashi ishga oshmay, ya'ni bir davlatning voz kechishi bilan bu yig'in Suriya masalasini muzokara qilamiz degan davlatlarning soni ko'p sonliq bo'lmay qolib, bu yig'in bu tema muzokara qilinish amaldan qoldirilgan deydi. Endi bunga nima sabab bo'ldi deganda Ivory Coast's ambassador explained that his president has received a call from Beijing instructing him to ensure the session did not happen dedi. Nima bo'lganki? Ya'ni shu Ivory Coast, ya'ni Cote d'Ivoire'niki shu vakili BDT'dagi keyin tushuntirganda mundaq degan. Bu davlatningki prezidenti Beijingdan kelgan bir telefonni topshirib olgan. Ya'ni Xitoy hukumatı bu davlatning prezidentiga telefon qilib, bu Suriya masalasini muzokara qilishdan voz kechinglar, uni qo'llashdan voz kechinglar deb besim qilgan.
Şunun bilen bu devlet, bu Afrika'daki biçare devlet Xitayning besim bilen vaz kechgan. If you can't get a discussion on Syria after all these 7 years of brutality, of course you can block a discussion on XG, Mr. Hussein said dedi. Yani bayağı Ceneva'dan muşucığınğa uçup bağan BDT İnsan Hakları Komiteti'nin baş komissarı Hüseyin mındaq degen. Eğer biz 7 yılın ayağı kan tökülüp atkan Suriye'nin meselesini Suriye'nin içinişlik meselesini BDT'de muzakir kılamızsak bu Uygurlarning meselesini muzakir kılışımız abaylı mümkün emas deb cevap bergan. Yani qarindoshlar, atrofimizda bo'layotgan maymunlarning o'yinini ko'rmasdan xabar o'qiylik qarindoshlar. Dunyoda nimalar bo'layotdi, bundan xabardor bo'laylik. Vankat bilan uning maymunlarining gapiga emas, dunyo nima deyotdi. Bunga diqqat qilaylik. Yani yuqorqi misollardan nəhayət aniq chiqib turibdiki, BDT Xitoyning qamalligida. Buni bayağı BDT'niki İnsan Hakları Komitesi'nin baş komissarının ağzından alınırlar. Yani Suriye'deki 7 yılın ayağı toxtmay kan tökülüp atkan bir devletin ahvalini muzakara qilishimiz mümkün bo'lmagan yerda Uyg'urninki ahvalini muzakara qilishimiz asla mümkün emas degan. Yani BDT tugidi qarindoshlar. Umid yo'q degan gap. Nimishqa? Xitoy o'zining puli ve diplomatik ta'siri bilan BDT'ni qamal qilib oldi. Demek ki BDT'de umid yo'q. Bu haqda nurg'un to'xtaldik. Yana tekrar deyishga to'g'ri kelyapti qarindoshlar, BDT'de umid yo'q. Mushtaq ahvolda qarshigina biz o'rimchiliklarning bir guruhisida bir to'p qarindoshlar paranishib Avstraliyadagi bir Palani Uyg'urdan chiqqan bir danliq arbobniki kuyovligi u. Faxrlangan holda Vankatovni qo'llab pul olayotganligi BDT'ning oldidagi namoyish uchun va faxrlanib men Uyg'ur uchun ish qilyapman deb hammamizning oldida manqisni qildi. Shuni qarab ichim og'ridi. Haqiqatan aqliga so'rsam, ozroq bir tafakkurim bo'lsa, BDT qanday ahvolda Uyg'urlarning ishini o'tirg'oq qo'yib, u yerda bir qaror chiqarib, sana igi chiqqandek ahvoldimi emas deganda bir tahlil qilib boqqan bo'lsam, anadagi manqanni qilsam ulguratdim dedim, ichimda kuldim, ammo bundaq manqurtlar ko'p aramizda. Yani nerede adam ko'p bo'lsa shu yerga yuguradi. Hozir Vankatovning haqida adam ko'p emasmi? Bir turib 5000 kishilik deydi, 500 adam yig'ildi, bir turib 10,000 kishilik namoyish deydi, 1000 adam yig'ildi. Herhalde aramızda manqurt ko'p bo'lg'ishqa, nerede adam ko'p bo'lsa, nerede daqidunbaqning ovozi cho'ng'aroq bo'lsa, shu yerga yuguradi. Ammo reallikni so'zlash nihoyat ochiq bir ish. Jiq odamni ko'ziga sat ko'rinib qolgan ishga, ammo mening yashashdagi qiblanomam shu. Deydiganim shu. Hayot qisqa. Armon nima, haqni deb o'lsam. Shuning uchun haqni so'zlab qisqa muddat ichida o'lib ketsam roziman. Ammo hargiz soxtalikqa, rezillikka, o'yin qo'yishlarga ko'z yummayman. Shunga bugun mushu ikki cho'ng gazetda e'lon qilingan ikki parcha maqola orqali ko'pchilikka BDT'dagi ahvolni, BDT'dan umid kutishning natijasining qanday bo'lganligini bir tushuntirish maqsadida bu programmani ishildim. Sizga ya yoqqandi yo yoqmagandi. Albatta bu vaqtda bir ilmiy munoziralashishga tayyor odam ko'rmadim. Qachuda hammasi eliq maymunlarni chaqirib boqdik. Agar haqiqatan millat uchun ish qilayotgan bo'lsam, kelamayaga o'tirib xalqimizning oldida bir paranish ayladik. Hammasi qochdi. Badar qochdi. Daralla sizni blok qilib degan to'sitdi. Ammo millatimiz qirilyapti.
Hareket kılış gerek. Hareket nerede boğatıdı? Hareket şu maymunlarının koldu boğatıdı. Ağalık vicdanlıkla. Bu alıqı asas kurulunu oynayamayatıdı. Neyme kılışını bilamayatıdı. En adlisi teşkillenemeyyatıdı. Ben köygen xeyli vicdanlık vatandaşlar ki cinni pida kılalaydığı erkekler var ama ular gruplanamayatıdı. Bir teşkillenemeyyatıdı. Ama özünün işler boğatıdı. Bir neticesi bop kalamdı bilmeyim. Ama şu vicdanlıklarımı eğer şu işki makalını köygendен keyin bu meydanını BDT'nin meyli neticesi olsun bolmasın aş adamga şundaq bir doklatni yazgızuş, şundaq bir tekşürüş bağızuş gerek. Bu işni vankatifning tili yok bu hamkao kılamıgandan keyin şu vicdanlıklar abay men tilga algan tili bağla, vicdanı bağla. Qısanlar boludu, teşkillanlar kılaydı. Ma bir neçe günden qarsam Seyit Efendi yana jığıptı ma mustaqillik teşkilatıdagilarni. Jığın etiş bilan iş bitmaydi, bir amaliy ishga otlaninglar. Mana biz bor qo'limizdagicha yordam qilamiz. Dunyo miqyosida vijdonliq nimalarni xili bor. Ziyolilar masalan tili bor, vijdoni bor, bir gapini jang uqtira oladigan talantli odamlarimiz bor. Vijdonni ishlab ketmagan ziyolilar taqa bor. Shulardan yordam so'ranglar, yordam qiladi, bir narsa yozolmasanglar. Erkek kerak qarindoshlarım, canım qarindoshlarım, shu vijdoni bor erkaklarga da'vatqan gapim bu. Erkek kerak bizga. Yana o'ttirliqni shu vankatifdek maymun o'yintidiganlarga tashlab bersak, bu millat kunimiz oz qoldi, nafsimiz oxirgi nafaslarimizni elayotimiz qarindoshlar. Ertugün ig'ir bir musibatga duch kelib qolganimizda voy anangni deganimiz bilan ulgurmaymiz qarindoshlar. Shunga hareket qilayli, vijdon egalari o'tirg'i chiqinglar. O'zinglarni ma'lum qilinglar. Ma vijdonliqlarga, ma tashkilotlar bor-ku. Haqiqiy vijdonliq ama tashkillanmayotdi. Tashkillanish kuchi yo'q. Tashkillash qobiliyati yo'q. İmanı bor, vijdoni bor, ama tashkillash qobiliyati yo'q. Yeniga tashkillash qobiliyati bor odamlar ko'p kelmayotdi. Mediranlar qarindoshlar boshliq yordam qilinglar. O'ylab ketamiz-ku. Ishdek yashamayli, odamdek yashayli. Gapning qisqasi shu qarindoshlar, yana desam, gaplar yana biza egizpes chiqib ketib qolsa, mening qo'lqimga yoqmaydigan bo'lib qolibdi. Oxirida mening gaplarimning hech bo'lmasa 10-20 qarindoshimizga ta'sir qilishini, ya'ni men degan boya degandek tili bor, dili bor, vijdoni bor erkakka ta'sir qilishini umid qilaman. Bular boya degandek, tilga olgandek vijdonli rahbarlarning atrofiga yig'ilib, bir o'mak bo'lib, bir ish qilaylik, amaliy ish qilaylik qarindoshlar. Rahmat. Bugungi programmamiz mushakicha bo'ladi. Yana bir ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, Allohga omonat. Yarken turpan Ürümçi Gulca Ateş kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz Mihirge tuğan Aynı saktin bu akıldı gülistan harman Yana mengi davam kıylan üzülüp kalmaz
Dua kılar, acır kılar, döküp dermekmen. Ana yurtum, öz farzandingman, uzunmas haqiqat. Yusuf Mahmud, farzandi Bahrim, mahkam yodimda. Allay Badur, Bahrim Allah, o'tgan qo'yningda. Sen joyib o'tmishga u emassiz deraksiz. U jismingda vaqtda suymak tugimas cheksiz. Yurtum sana, vücudumda cheksiz muhabbat. Faxrlanish, asrab suyish, davom ta abad. Dua qilay, ajr qilay, to'kib termekman. Ana yurtum, o'z farzandingman, uzilmas haqiqat. Sutuq buğra, Oğuz royi, sınsulçin bizga. Ümmet işek, ümlü xeyrat, bu soğuy bizga. Qarindoshlar, qo'l bergin durust, hamroh qil kulga. Tirishayli, uyushayli yar bo'lib bir-birimizga. Biz qushgan zafar ana yurtimizga javob. Farzandi tuzib bizga dast bilan qarab. Yurtim sana, vücudumda cheksiz muhabbat. Faxrlanish, asrab suyish, davom ta abad. Dua qilay, ajr qilay, to'kib termekman. Ana yurtum, o'z farzandingman, uzilmas haqiqat. Sana, vücudumda cheksiz muhabbat. Faxrlanish, asrab suyish, davom ta abad. Dua qilay, ajr qilay, to'kib termekman. Ana yurtum, o'z farzandingman, uzilmas haqiqat. Ana yurtum, o'z farzandingman, uzilmas haqiqat. Uzilmas haqiqat.